bizni millatni desak ham bo'ladi, eng katta giriftor bo'lgan balomiz, ofatimiz odamlar nima deydi? Odamlar nima deydi deb o'zimizni ham, o'sha yoshlarni ham kelajagini barbod qilamiz. O'zimizni ham, o'zgalarni ham qiyinchilikka, musibatga giriftor qilamiz. Bitta narsa, odamlar nima deydi? Siz odamlar uchun yashamang. Siz Alloh uchun yashang. Shu balodan qutulasiz. Siz bir og'iz bo'lsa ham Alloh nima deydi deng bir ishingizni qilishdan avval. Shariatimiz nima deydi shunga? Qanday qaraydi deng, qani bir har birimiz shu narsani bir hayotimizga tatbiq qilaylikchi. Bir ishni boshlashdan oldin, xoh to'y bo'lsin, xoh boshqa bo'lsin, qani shu ishni qilsam Alloh nima deydi deylikchi. Keyin ko'rasiz natijani. Siz agar Alloh uchun qiladigan bo'lsangiz. Ana shu sizda eng hayotingizdagi saodatli oningiz bo'ladi, lahzangiz bo'ladi. Chunki Alloh uchun desangiz, ko'pgina ortiqcha, bekorchi, behuda narsadan voz kechasizda. Siz u narsalarni kim uchun qilayotgandingiz? Qo'shningiz uchun, yo qarindoshingiz uchun. Qarindoshlar nima deydi? Qo'ni qo'shni nima deydi? Ayniqsa ahli ayollarimizda bu narsa juda ham avj olib ketgan. Demak, mana bu o'qigan, eshitganlarimizni imkon qadar ahli oilamizga ham yetkazaylik azizlar. Ana shularni ham isloh qiladigan bo'lsak, shunda hayotimizga haqiqiy baxt, saodat, haqiqiy xotirjamlik kirib keladi azizlar.